Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 28 aprel 23 dunyo dağlıq axborot vositalari va markaziy Washingtonga joylashgan xalqarалық tahqiqlovchi muxbirlar birlashmasi qatorli 42 tashkilot birlashib Xitoyning chegara halqib bostirish haqida maxsus doklad e'lon qilgan edi. Xalqarалық tahqiqlovchi muxbirlar birlashmasining e'lon qilgan maxsus dokladida bayon qilinishicha, bu organ 23 davlatdagi 100 dan ortiq ziyonkashlik uchirg'ichi bilan suhbat elib berib, hökumətlərinin işki hüccətlərə asasən Xitayning öktüçilərini çegara sırtida avazını boğuş üçün kullanğan rezil taktikalarını aşkarlagan. Xitayning bastırış mexanizmi çegara içində və dünyanın hər qaysı joylarında oxşamagan fikirlərini qandaq tarmar qılıdı degan mavzu qoyulğan bu dokladni tayyorlashda Xalqaro tahqiqlovchi muxbirlar birlashmasi tekshirishning bir qismi sifatida 5 qit'adagi nopozliq muxbirlarning moslashishi orqasida 105 ziyonkashlik uchirg'ichi nishonni ziyorat qilgan va ularning ahvolini tahlil qilish, har qaysi davlatlardagi ishki materiallarga selishtirish, Xitoyning saqchi darisliklari va Xitoyning davlat ichki xatarlik xodimlarining maxfiy ko'rsatmalarini ko'zdan kechirish orqali ishki hujjatlarda tasvirlangan taktikalarni 105 nishonning kechirmishlari, shundaqla maxfiy xotirlangan saqchilarning so'roq qilishi, Xitoydagi 11 bexatarlik xodim bilan chet eldagi 9 nishon o'tirsidagi telefon va qisquchurlarni selishtirib chiqqan. Selishtirishda ko'rsatilishicha, Xitoyning öktüçilərə qarşı qo'llanilgan taktikalar davlat ichi bexatarlik tahdidi deb belgi qo'yilgan shaxslarni qandaq kontrol qilish to'g'risidagi ko'rsatmasi bo'yicha elib berilgan. Tekshirishda ziyorat qilingan nishonlarning yarmi parakanchilikning oila a'zolariga kengayganligini, tahdid kuchirganligini va oila a'zolarining saqchi yoki davlat bexatarlik xodimlari tarafidan bir yoki bir qancha qatam so'roq qilinganligini, chet eldagi namoyish yoki ommaviy faoliyatlarga qatnashgandan keyin uzoq o'tmay Xitoy saqchilarining parakanchilikka uchirganligini bildirgan. Mazkur organning birlashma tekshirishida 60 kishi o'zlarining Xitoy amaldorlari yoki ularning vakolatchilarining nazorat qilishi yoki josuslik qilish nishoniga aylanib qolganligini bildirgan. 27 kishi o'zlarining to'rda qarchoplash harakatining ziyonkashligiga uchirganligini, 19 kishining gumonli uchurlarini topshirib olganligi yoki hakkerlik hujumini boshdan kechirganligini o'ttirib qo'ygan. Bu doklad yana Xitoyning Interpol orqali jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi bo'yicha bir qism siyosiy faoliyatchilar va Uyg'ur, Tibet qatorliqlarni xalqaro tutish buyrug'i chiqarib, avorchilik tug'dirganligini o'ttirib qo'ygan. Buningga munosabatlik 34 davlatning sud hujjati, axborot dokladi va Xitoyning hukumat xodimlari bilan elib berilgan suhbat jarayonida Xitoy doiralari Interpoldan foydalanib, tashkilotning qoidasiga xilof holda jinoyatchilarni emas, balki o'ktüchilar, savdogarlar va Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarini iz qo'g'lab avorchilik tug'dirgan. Shundaqla Jenevadagi BDT bosh shtabida o'ktamlik bilan siyosiy faoliyatchilarning ovozini bo'g'ishga urinish, ittifoqchilari bilan bir bo'lib olib diplomatiyaga xilof holda guruhlashish, BDTni ishki qismdan cho'rtishga urinishdek qilmishlarmi o'ttirib qo'yilgan. Bu haqda Kanadadagi Toronto Universiteti fuqarolar tajribaxonasining tadqiqotchisi Emil Drix Xitoy dunyo miqyosida chegara halqagan bostirish to'r qurib, Xitoyning davlat bexatarlik ko'rsatmasi, saqchi darisligi va chet eldagi bexatarlik xodimlari uchun maxsus program layihalab, muhojiratdagi jamoatlarni kontrol qilish va bostirish usullarini kodlashtirdi deydi. Emil Drix yana Xi Jinping Kompartiyaning Xitoy va diasporaga bo'lgan kontrolligini kuchaytirishni maqsad qilib, muhojiratga o'ktishlarni kichik va ojiz bo'lsa-mu o'zining qora niyatini ishga oshirishiga qarshi chiqishiga yo'l qo'ymaydi degan. Germaniyaning Berlindagi Xitoy tadqiqot markazining tadqiqotchisi Derin Hausenning bildirishicha, Xitoy yana boshqa taktiklar oksigenni uzish, ya'ni nishonning kirimini azaytish va ularning bank hisobotini kontrol qilish, iqtisod jihatdan vayron qilish, jamiyat ichida o'zaro gumon va ishonchsizlik paydo qilish, internetni nazorat qilish va ularning tashqi dunyo bilan aloqa qilishni mumkinsiz qilish, nishonning axloqsiz qilmish xotirasi yasab chiqib, o'z jamoat ichida yetim qoldirish qatorliq taktikalarni qo'llanganligini o'ttirib qo'ygan. Derinhausen yana prinsip va odatdagi o'yin tartibi o'zgarmadi. Ammo ular bugun boshqacha bir saviyada mashg'ulot qilyotdi. Ko'zitish holatining shakli o'zgarib, yerlik va shaxsiy kishilardan foydalanayotganligini o'ttirib qo'ygan. Bu haqda stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining raisi va qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon apandim o'z fikrlarini o'ttirib qo'yib, mundaq degan. Xitoy hokimiyatining davlat alqan bostirish siyosati muhojiratga har bir sharqi turistalik Uyg'ur beshidan kechirgan va kechirayotgan insonparvarlikka va axloqqa xilof
ig'ir jinoiy qilmish bo'lib hisoblandi. Xitoy hokimiyatiningki insoniy va axloqiy qiliblardan chiqqan holda oila tavobatlarimiz orqali izchil majbur qilish, qo'rqitish va besim qilish natijasida bu tema dunyo jamoatchiligining diqqat e'tiborining sirtida qolib qolgan, bo'libmi tunugun butun dunyo miqyosida e'lon qilingan bu dokladlar buning oldingi yillarda maydonga kelgan oshkorlangan haqiqatlar va dokladlar bilan qo'shilib butun dunyo jamoatchiligining diqqat e'tiborini davlat alqigan bostirishdan iborat bu qabih jinoyatga ag'dudi. Davlat alqigan bostirish nuqul insoniy va axloqiy nuqtadan bir ig'ir qilmish bo'libla qolmasdan balki xalqaro qonunlar va ehtinomlarga asosan muayyan davlatninki igilik huquqiga ig'ir daxl tarz keltirganlik bo'lib hisoblandi. Xitoy hokimiyatiniki boshqa davlatlarniki puhroligiga allaqachon o'tib bo'lgan Uyg'urlar yoki boshqa davlatlarda siyosiy panoh tilovga Uyg'urlarga ilib borayotgan majburlash va qo'rqitish siyosatlari amaliyotda mazkur davlatninki igilik huquqiga ig'ir tajovuz qilganlik bo'lib hisoblandi. Bu mesele növbette Germaniyani öz içine alan G'arbdagi asosiy davlatlarniki siyosiy va davlat bexatarlik sohalari jiddiy diqqat qilayotgan bir masala oldiga keldi. Yangidan tashkillanayotgan Germaniya hukumatimi bu masalaga jiddiy qaraydiganligini bildirdi. Bu doklad yana Irlandiya Uyg'ur madaniyat jamiyatining raisi Nuriya Zaydani ziyorat qilgan bo'lib, Nuriyaning 2024-yili Sarayevoda chaqirilgan 8-navbatdagi qurultayga qatnashish jarayonida Xitoy axborot xodimlarining Irlandiyadan Frankfurtgacha uning orqasiga tushganligini o'ttirib qo'yib, bu ikki Xitoy axborot xodimining Sarayevoda 8-navbatdagi qurultay chaqirilgan mehmonsaroyda rasm tartgan Xitoy ekanligini, Nuriya xonim shu qatimliq yig'indan qaytgandan keyin tuyuqsizla 10 yildan beri aloqasi uzilgan opsidan telefon topshirib olganligini va opsining bu telefonni Xitoy soqchilarining besim orqali qilganligini o'ttirib qo'ygan. Nuriya Zaydinning masalasi faqat bir misol ekanligini, buningdek misollardan yana nurg'un ekanligi ta'kidlangan. Xalqaro tahlilchi muxbirlar birlashmasi bu dokladni tayyorlash jarayonida ziyorat qilgan nurg'un faoliyatchilar va ziyonkashlik uchirg'ichilar Amerikani davlat halqigan bostirishga qarshi eng aktiv davlat deb qargan bo'lib, Federatsiya tekshirish idorasi bu temaga munosabatli uchurlari bor kishilarni qiziq liniya telefoniga telefon qilishga ilhomlantirdi deb qaraydi ekan. Ammo Amerika hukumat javobgarlik ishxonasining 2023-yildagi dokladiga qaraganda Amerikadagi hukumat organlari davlat halqigan bostirishni aniqlash uchun kurash qilib, masalaning to'liq darajasini aniqlay olmaydi ekan. Demokratik davlatlardagi qonun ijro qiluvchilarining aytishicha, ularning ziyonkashlik uchirg'ichilarni qo'g'dash iqtidori cheklik bo'lib, Xitoy vositalik usullarini ishlatib, parakanchilik jinoyatini shu davlatning bexatarlik organlariga ma'lum qilishdan to'sgan va bu demokratik davlatlarning bu vaqtdagi tekshirishni taslashtirib etgan. Bu vaqtda Avstraliya Federatsiya soqchi idorasining muavin komissari Chrissy Barrett chet elning aralashishining davlat halqigan bostirishni o'z ichiga olganligini, ular tekshirgan eng murakkab jinoyatlarning biri Xitoyning chegara halqib bostirish ekanligini e'tirof qildi. U mundaq deydi: "Vaqa sodir qiluvchilar hamisha intayin yaxshi soda hilmikarlarni ishlatadi va ularni qanday qilib bevosita tekshirishdan chiqarib yetadigan yoki bizning bir qism tekshirish taktikalarimizdan o'zini qochiradigan usulda mashg'ulot qiladi" deydi. Gollandiya taftishlari Xitoy hukumat amaldorlari yoki Gollandiyada yashaydigan ziyonkashlik uchirg'ichilarga vakolatan ilib berilgan parakanchilik, tahdid silish va boshqa tahdid silish qilmishlari to'g'risidagi 24 dokladni tekshirganda mushuning o'xshash xiristlarga ichingan bo'lib, taftish mahkamasining 2020-yildagi dokladida ayiblangan jinoyatchilarning Xitoyda ekanligi, Gollandiya doiralarining boshqarish huquqi yo'qligi, shong ularni ayiblab jazoga tortishning mumkin emasligidek yakunni o'ttirib qo'ygan. Bu dokladni tayyorlash jarayonida Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Zumratay Erkin, qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Zunun, Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi va qurultay ishki ishlar komitetining mudiri Akbar Tursun, Dunyo Uyg'ur qurultayining Irlandiyadagi vakili va Irlandiya Uyg'ur madaniyat jamiyatining raisi Nuriya Zaydin qatorliqlarni ziyorat qilgan bo'lib, Uyg'ur muhojirati duch kelayotgan besim, tahdid va qo'rqitish, internet orqali hakkerlik hujum qilish va muhojiratdagi Uyg'ur, Tibet qatorliqlarning shaxsiy uchurlarini o'g'irlash qatorliq usullari atrofliq yo'ritib berilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbos xonimning Xitoyga qarshi kurash qilish jarayonidagi sarguzashtlari bayon qilingan Sun Masruh, bir Uyg'urning erkinlik kurashi nomli kitobi 10-iyun kuni o'qirmanlar bilan yuz ko'rishidi. Roshan Abbos Uyg'ur xalqining haq-huquqlari uchun xalqaro kurash qilayotgan tonilgan zotlarning biri bo'lib, uning aytishicha, Optimum xalqaro nashriyati tarafidan nashr qilingan bu kitob
o'zining shaxsiy tajribalariga guvonom bo'lish bilan birga butun davlatlar va fuqarolarni harakatga chaqiradigan siyosiy xitobnoma sifatida yozilgan. Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, kitobida yoritilgan muhim nuqtalarning biri bo'lgan Xitoyning chegara halqigan bostirish siyosatiga qarata so'rgan savolga javob bergan Ravshan Abbos xonim, "Men izchil turda qo'rqitish, hujum, o'lim tehdidi va tordagi qaralashlarga uchrab keldim. Lekin davlat halqigan bostirishning eng og'ir misoli Hadamning ahvoli. Hadam doktor Gulshan Abbos pensiyaga chiqqan doktor edi. Men Amerika grajdani bo'lib, bu yerda erkin so'zlaganligim uchun Xitoy hukumati o'chilib, Hadamni quruq tuhmat bilan turmaga tashladi. Men 36 yildan beri chet elda yashayotgan bo'lsam-mu, ular yanala Hadamni turmada tutib, meni jimoqtirishga urinib kelmoqda. Şoňa Xitayning meni jimoqtirish urinishlari ichida eng azobli misol mana shu. Ammo ular nihoyat zo'r xatolik o'tkazdi. Ularning Hadamni davomli ko'rigi ilib turishi, menga texmi qat'iy kurash qilish uchun kuch berib qolmay, balki xalqarалық sahna va yig'inlarda so'zlash fursati berdi. Chunki men quruq tuhmat va qalpoq kiygizish bilan turmada yetayotgan birining singlisi. Şoňlashqa Xitoy hukumatining bu hiylasi natija bermasdan, aksicha menga texmi ko'p so'zlash imkoniyati yaratib berdi degan. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.